Xamsa so'z mulkining sultoni. Alisher Navoiy ijodining cho'qqisi sanaladi. Bu asarning yaratilishi o'zbek adabiyoti tarixidagi eng katta voqealardan biri bo'lgan. Navoiyga qadar hech kim o'zbek tilida bunday ulkan asar yozishga jur'at eta olmagan. Navoiy xamsasining muhim bir xususiyati shundaki, undagi dostonlarni mustaqil asarlar sifatida o'qish, qabul qilish ham mumkin. Bir butunlikda tushunish ham mumkin. Xamsaning birinchi dostoni Hayratul Abror falsafiy xarakterga ega bo'lib, bu janr Navoiyga qadar 4-500 yillik, balki undan ham ortiq tarixga ega edi. Lekin Navoiy Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy izidan borib, o'z asarida shunday muhim ijtimoiy, siyosiy, falsafiy, axloqiy masalalarni qo'ydiki, bu janrga yangidan jon kiritdi. Alisher Navoiyning muazzam xamsasi insoniyat badiyat gultojining o'ziga xos namunasi deb baholash mumkin. 5 dostondan tashkil topgan bu asar insonning kimligi, shaxs sifatida, inson sifatida, odamning odamiyligi qanday bo'lishi kerak, mana shularni bizga o'rgatadi. Demak, Hayratul Abror, Farhod va Shirin, Layli va Majnun, Sabbay Sayyor va Saddi Iskandariy dostonlaridan tashkil topgan. Dastlabki doston Hayratul Abror muqaddimaviy doston sifatida aytiladi, e'tirof etiladi. Bunday ko'rinishdagi dostonlar demak bizda dastlab Nizomiy Ganjaviydan boshlangan bo'lsa, undan keyin Xamsanavislar qatoriga qo'shilgan Dehlaviylar, Jomiylarda ham xuddi shunday dostonlar bor. Alisher Navoiyning o'zi Hayratul Abror dostonida Tuhfatul Abrorni, Abdurahmon Jomiyning asarini tilga olib o'tadi va bu asarni berilib, sidq dildan o'qiganligini e'tirof etar ekan. Shunday bo'ldiki deydi, hatto ko'nglimni unga g'ilof qildim bu asarlarga. Ya'niki bu asarlarning mazmun mohiyatini to'la-to'kis anglab oldim, bildim degan fikrni Navoiy aytadi. Hayratul Abror dostoni Alisher Navoiyning muqaddimaviy dostoni deb aytdik. Bu asarda Navoiyning keyingi 4 dostonda keltirilgan fikrlar, qarashlar, mavzular, ularning mazmun mohiyati bilan bog'liq bo'lgan umumiy chizgilar bu asarda aks etgan. Birinchi doston Hayratul Abror bu bir kirish, bir yo'nalish. 5 ta dostonning kaliti shu birinchi dostonda. 4 keyingi 4 ta dostonning yo'nalishi ham shu yerda mavjud. Faqat hali ochig'ini aytaman, ilmimiz Hayratul Abrorning qaysi boblari, qaysi g'oyalari, qaysi joylari Farhod Shiringa, qaysilari Layli Majnunga, qaysilari Sabbay Sayyorga, qaysilari Saddi Iskandariyga bevosita ishora yoki bog'liqlik mavjudligini to'liq ochib berganicha ham yo'qmiz. Hazrat Alisher Navoiyning xamsasidagi birinchi doston Hayratul Abror, ya'ni yaxshi kishilarning hayratlanishi 1483-yilda yozilgan. Doston 3988 baytdan iborat bo'lib, 63 bob, 20 maqolat va 20 hikoyatdan tashkil topgan. Shundan muqaddima 21 bobni o'z ichiga oladi. Asarning dastlabki kirish qismi sharq adabiyotida ma'lum mashhur bo'lgan hamd qismlaridan, na'at qismlaridan, munojotlardan iborat. Dastlab Navoiy Bismillahirrohmanirrohim bilan boshlaydi. O'z fikrlarini, o'z dostonini. Demak, bu butun bir xamsaning dastlabki fikri, dastlabki so'zi, dastlabki qadami. Aynan shunday yo'nalish, aynan shunday uslub ko'rinish Nizomiy Ganjaviydan boshlab keladi. Ammo Alisher Navoiy o'zini mana aytayotgan, biz aytayotgan Bismillahirrohmanirrohim deb boshlanadigan so'zga keng urg'u beradi. Bir necha baytda har bitta harfni izohlaydi va maxsus bir bobda basmala, adabiyotshunoslikda bu basmala deb yuritiladi. Basmala degan bir janrni yuzaga keltiradi. Bismillahirrohmanirrohim rishtag'a chekdi yana durriyatim deb boshlanar ekan, har bir harfga ma'no yuklaydi va ahli qabul, ahli rad bilan bog'liq bo'lgan fikrlarini shunda aytar ekan. Masalan, ayrim bir harflar bilan bog'liq bo'lgan fikrlarda ma'no qanday kechgan? Sini nahang arqasining arrasi, yuz kemaning ofati har parrasi deydi. Rad ahliga bo'lgan munosabatini shunda bildirib ketadi. Demakki, musulmonlik sharti qanday ekanligini, chin musulmon qanday bo'lmog'i kerak, Navoiy shu yerda to'xtaladi, fikrlarini keng miqyosda aytib o'quvchiga uqtiradi va nat keltirilar ekan, 5 ta nat beriladi.
Hayratul Abrorda. Shundan 4tasi vasf xarakterda, payg'ambarimizning vasf bilan bog'liq bo'lgan fikrlar va keyingisi payg'ambarimiz Mirojiga atalgan voqeliklarga bog'liq fikr qarashlar bayon qilinadi. ibrohim Haqqulov o'zbek adabiyotida ruboiy mavzusida 1975-yil, adashmasam 76-yilni nomzodlik dissertatsiyasi yoqlaganlar. Bitta nozik joyi bor. Ruboiyda tezis bo'ladi, bu birinchi, ikkinchi misra, antitezis bo'ladi, uchinchi misra va xulosa bo'ladi, to'rtinchi misra degan bir ajoyib fikr ilgari surilgan. Agar ana shu qolipni xamsaga qo'llasak, faqat bu yerda nima 5taku birinchi, ikkinchi misra tezisida ruboiyda, bu yerda sal boshqacharoq. Agar Hayratul Abrorni kirish deb, Farhod va Shirinni ikkinchi dostonni va uchinchi doston Laylo Majnunni tezis desak, Sabbai Sayyor antitezis vazifasini o'taydi. Qarshi tezis vazifasini. Agar shunday bo'lmasa-chi degan masalani o'rtaga qo'ygan bo'ladi va Saddiy Iskandariy xulosa bo'ladi. Qanday endi tezislar ilgari surilgan? Birinchidan, bir butun asar deydigan bo'lsak, savol kelib chiqadi. Bu xamsa bir butun asar bo'lsa, uning bosh qahramoni kim? Badiiy asar-ku bu. Xamsaning bosh qahramoni Muhammad alayhissalom. Alloh o'zining chiroyini ko'rmoqchi bo'ldi va bu chiroyini ko'rish uchun oyna yaratish kerak edi. Mir'ot, ko'zgu. Bu oyna dengiz ham oynalik qila olmadi, quyosh ham oynalik qila olmadi. Oyna faqat ko'ngil. Qanday ko'ngil? Insonning ko'ngli. Endi insonning ko'ngli oyna desak, har qanday ko'ngil oyna bo'ladigan bo'lsa, odam atoni o'zini yaratish bilan maqsadga yetilgan bo'lishi kerak edi-ku. Yo'qda, shunday ko'ngil bo'lishi kerakki, u birinchidan oliy darajada, komillik darajasida, Xudoga yetar darajada pok bo'lishi kerak edi. Har narsadan pok bo'lishi kerak edi. Ikkinchidan, u ko'ngilda Alloh butun borlig'icha, go'zalligicha aks etishi kerak edi. Shu ko'ngil Muhammad alayhissalomning ko'ngli edi. Muhammad alayhissalomning ko'nglida o'zining chiroyini ko'rish uchun qarang, qancha odam yaratdi. Butun insoniyatning yoki butun olamning Xudo yaratgan eng oliy yaratmishi bu payg'ambar alayhissalom, Muhammad alayhissalom. Shuning uchun endi inson Muhammad alayhissalomdan keyin oxirgi payg'ambar, butun bashariyatning payg'ambari. Endi insonning vazifasi nimadan iborat? İnsonni nima uchun yaratgan edi Xudo? Komil bo'lish uchun. Komil bo'lish uchun inson farishtadan ham ustun. Farishtalarda nafs yo'q. Farishtalarda nafs bo'lmagani uchun gunoh yo'q. Gunoh bo'lmagani uchun ular oliy xilqat. Lekin inson jannatdan quvildi, nafs bor. Lekin endi insonning qo'lida nafsni yengish huquqi berilgan. Agar Hamsaning bosh g'oyasi Muhammad alayhissalomga, u kishiga yaqin darajada insoni komil bo'lishga intilish bo'ladigan bo'lsa, inson nafsini oliy darajada cheklash, jilovlash orqali farishtadan ham ustun darajaga yetishi mumkin. Komillikka yetishi mumkin. Endi Hamsada shuning turli yo'llari ko'rsatiladi. Dostonning 12 bobi Nizomiy Ganjaviy va Amir Xusrav Dehlaviy madhiga bag'ishlangan. Dastlab Nizomiyga ta'rif berilar ekan, uning ismidagi harflar abjad hisobiga ko'ra 1001 soniga teng kelishi jihatidan Xudoning 1001 ismiga hamohang ekanligi aytiladi. U yaratgan Hamsaga ta'rif beriladi. Xusrav Dehlaviy madhi keltirilganda esa, uning ismidagi Xusrav so'zining podsho ma'nosini bildirishi, Dehlaviyning so'z podshosi sifatida Hind mulkini obod qilganligi, uning har bir dostoni Hindistonning bir o'lkasiga teng ekanligi bilan izohlanadi. Nazmi savoda aro har doston, o'ylaki bir kishvari Hindiston.
Dostonning 13-bob Nuriddin Abdurahmon Jomiy madhini o'z ichiga oladi. Navoiy Nizomiy va Dehlaviyni bir bobda ta'riflagan holda, ustozi va do'sti Abdurahmon Jomiyga alohida bob bag'ishlaydi. Jomiyning yangi yozgan biror asarini o'zidan oldin hech kim ko'rmasligini faxr bilan keltirib o'tadi. Hayratul Abror dostonining yozilishiga aynan Jomiyning Tuhfatul Ahror dostoni turtki bo'lganligi aytiladi. Alisher Navoiy Husayn Bayqaroni kuch-qudratda Firdavsiy qahramoni Rustamga, adolat va fazl va kamolda Eronning afsonaviy podshosi Jamshidga o'xshatadi. Va bevosita adolat bilan bog'liq bo'lgan fikr qarashlar Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostoni 3-maqolada 3-hikoyatda keltiriladi. Alisher Navoiy Hayratul Abror dostoni shunchaki ta'limiy, axloqiy mazmunlarni ifoda etish uchun yozilgan, faqat bu uchun emas. Bu fikr qarashlarning barchasi qaysidir ma'noda ijtimoiy bir ahamiyatga ega. O'sha ijtimoiy ruh bilan, kayfiyat bilan, muhit bilan, zamon bilan bog'lanadi. Va biz aynan 3-maqolada fikrimizga isbot sifatida Shoh G'oziy bilan bog'liq hikoyatni aytishimiz mumkin. Navoiy talqinida Shoh G'oziy Husayn Boyqaro shu bilan bog'laydi. Husayn Boyqaro adolatli hukmdor sifatida e'tirof etiladi. Bir kampirning o'g'li urushda olamdan o'tibdi-yu, shu kampir Husayn Boyqaro o'tayotgan paytda uning yo'lini to'sib chiqadi. Etagiga osilib yig'laydi. O'g'lim bu urushda halok bo'ldi. Xunini talab qilaman sendan. Qoziga olib boradi. Ikkalasi qozi huzuriga borgandan keyin guvohlaring bormi deydi qozi. Guvohim bor. 2 guvohim shuki, biri shohning adolati, biri shohning insofi. Boshqa guvohim yo'q. 2 guvoh keldi. Bundan ta'sirlanadi shoh va boshini tutib beradi. Agar sen mendan xafa bo'lgan bo'lsang, senga men tufayli zahmat yetgan bo'lsa, marhamat, mana qilichim boshimni tanamdan judo qil. Shu bilan ko'ngling to'lsa. Yoki mana boyliklarni olgin, o'z ehtiyojingga, sarfingga ishlatgin, mendan rozi bo'lgin. Bu kampir boyliklarni oladi. Shohning adolatidan hayratga tushadi. Demak, shohdagi birinchi talab odillik va adolat ekanligi Navoiy alohida uqtiradi. Bu kampir xalq orasida Zolizar, Tilla kampir nomi bilan mashhur bo'ldi deydi keyin shoirning o'zi. Dostonning bosh g'oyasi komil inson timsolini vasf etishdir. Komillikning bosh belgisi esa iymondir. Alisher Navoiy kimdaki iymonning 3 belgisi bo'lsa, u haqiqiy insondir deydi va bu belgilar sifatida sabr, shukr va hayoni ko'rsatib o'tadi. Asarning asosiy demak qismi voqeliklar fonida keladi. Qaysi ma'noda? Fikrlar aytilar ekan, o'sha fikr bilan bog'liq bo'lgan voqeliklarning barchasi isbot sifatida keltiriladi. Alisher Navoiy insonlikning dastlabki sharti sifatida iymonni aytadi. Kimki jahon ahlida inson erur, bilki nishoni anga iymon erur. Iymonsiz insonlik yo'qdir. Bu iymon Navoiyda keng tushunchani bildiradi. Va iymonning shartlari sifatida Navoiy sabrni, shukrni va hayoni keltiradi. Bu 3 tushuncha bo'lmog'i kerak deydi. Iymon mukammal bo'lish uchun. Alisher Navoiyning Hayratul Abror dostonida keltirilgan hikoyatlarda ularning barchasi aks etgan. Misol uchun sabr bilan bog'liq bo'lgan bir hikoyatga qaraylik. Ayyub alayhissalom bilan bog'liq voqelikni keltirar ekan, Navoiy sabrni juda chiroyli ta'riflaydi. Ayyub alayhissalom ibodat bilan mashg'ul bo'lganlarida uylariga o'g'ri kirdi. Hamma narsani bir lahm, yer ostidan bir lahm qazidida, shu lahmdan kirib hamma narsani yig'ishtirdi. Bu kishi ibodat bilan mashg'ul edilar, e'tibor bermadilar. Ibodat yakunlandi. Ungacha o'g'ri hamma narsani yig'ishtirib, yana qaytib lahmdan kirmoqchi edi. Sig'madi. Iloji bo'lmadi. Ibodatni yakunlab o'rinlaridan turdilar va oldiga bordilar, aytdilarki, "Kel." Eshikni ko'rsatdilar. Eshikdan chiqqin, joningni qiynab nima qilasan? Bu munosabat, bu mulozamat, bu holat yoki shunday bir axloq unga ta'sir qildi. Qilgan ishdan pushaymonlar yedi va haq yo'liga kirdi. Haqiqat yo'liga o'tdi. Bu bilan Alisher Navoiy aytadiki, xushmuomala bo'lmoq kerak. Har bir narsani shirin muomala, to'g'ri so'zlik bilan, halimlik bilan, muloyimlik bilan to'g'ri tushuntirish kerak. Dostonning keyingi boblari hikoyatlar bayoni tarzida davom etadi. Xayru ehson vasfida Xotami Toyi hikoyati barchamizga ma'lum va mashhurdir. Himmat,
yuksak fazilat. Dostondagi 'O'tinchi chol bu borada Xotami toydan ustun. Nega? Axir Xotami toyi adabiyotimizda saxovat peshalik ramzi-ku. U xaloyiqni chorlab katta ziyofatlar beradi. Yuzlab tuya, son sanoqsiz qo'ylar so'yadi. Lekin undan 'O'tinchi chol qanday qilib qimmatliroq bo'lishi mumkin? Navoiy dostonini o'qish chog'ida ana shu savollarga to'liq javob topishingiz mumkin. Har bir mavzu, har bir o'zimiz istagan, ko'nglimiz qonib ma'naviy ozuq oladigan fikr qarashlarni Hayratul Abror dostonidan biz topamiz. Deylik, karam bilan bog'liq, ya'ni saxovat bilan bog'liq bo'lgan qarashlar aytilar ekan. Saxovatli odam bu seryog'in bulutdir deydi Navoiy. Uning hammaga foydasi tegar. Uning hammasiga karami tegar. Baxil odam ko'p narsalarga qiyoslanadi. Juda ko'p narsalarga. Baxillik odamga hech foyda keltirmaydi. Hech bundan manfaat topmaydi. U chaqmoq chaqadi-yu, lekin bulut yomg'ir bo'lib yog'maydi. Qora bulut bo'lib qolaveradi shunda. Navoiy hikoyat keltiradi shu o'rinda. Xotam toyi hikoyati. Ko'pchilikka ma'lum, mashhur hikoyat. Xotam toyi hammani yig'ib ziyofatlar beribdi. Odam ko'payib ketgandan keyin tashqariga chiqib bir bog'da aylansa, 'O'tinchi chol kelayotganmish. Ey, qo'ysangchi, joningni qiynab, buncha azob va uqubat yeb nima qilasan? Keyin bugun Xotam ziyofat bergan. Usti boshing but bo'ladi, qorning tuyadi, kelsangchi. Chol uni rad qiladi. Xotamning minnatli oshidan, bir kun bergan minnatli oshidan azob, qiyinchilik, mashaqqat bilan topgan mana shu boyligim, mehnatim o'zim uchun qadrli deydi. Va Xotam toydan so'rashibdi, sendan ham himmatliroq odam, sendan-da kamolotda balandroq bo'lgan bir kishi kimsa bormi bu hayotda? Xotam shuni misol keltiradi. O'sha bor deydi. Men o'zimni himmatli deb bilardim, uni himmat bilan ekan. U o'zini, mehnatini, inson sifatidagi qiyofasini hech yo'qotmagan, qadrlaydigan odam ekan deb buni e'tirof qiladi. Dostonda saxiylik haqida gap borganda, shoir saxiylikni va saxiy kishilarni madh etadi. Ularni hech qachon xasis bo'lmaslikka chaqiradi. Shu bilan birga asarda nom chiqarish uchun boylikni sochib yuborish qattiq qoralanadi. O'quvchi Hayratul Abror dostonida ko'plab hikoyatlarni o'qib, juda katta ma'naviy ozuqa oladi. Bunga misol qilib, odoblilik to'g'risidagi Navshiravon va Nargis hikoyatini, rostlik ta'rifidagi Sher va Durroj hikoyatini keltirish mumkin. Biz maktab paytidan bilamiz, bir yarim asrdan oshdi Sher va Durroj hikoyasi bor. Navoiyning Hayratul Abror dostonida. Bir kichkinagina o'rinda aytib ketilgan, lekin Sher va Durroj maktab darsligida bor ekan, uni multfilmi ham yaratilgan. Bolalar Alisher Navoiy degan paytda birinchi o'rinda Sher va Durrojni eslaydi, maktabni bitirib kelgan bolalar. Nimaga? Ularga ta'sir qilganligi uchun shu orqali qabul qiladi. Biz qanaqadir vositalarni topsak, Farhod Shirindan, Layli Majnundan, Navoiyning Hamsadagi boshqa dostonlaridan va shu orqali bolaga ularni yaqinlashtirib qo'ysak, bola ularning nomini bilsa, sekin-sekin ularga yaqinlashib boradi va Navoiy yaqinlashadi. Navoiyning dostonlari yaqinlashadi. Hayo haqidagi bobda Alisher Navoiyning hayo to'g'risida gapirar ekan, oila munosabatlari, er-xotinlik munosabatlari, ota-onaning farzand oldidagi burchi, mas'uliyati, xatti-harakati qanday bo'lmoqi kerak va farzand oldida o'zini qanday tutmoqi kerak. Bular haqida yo'llanmalar beradi. Bular haqida keng fikr yuritadi va hikoyat keltiradi. Navshiravoni Odil bilan bog'liq bo'lgan hikoya. Navshiravoni Odil kanizaklaridan birini juda yoqtirib qoldi. Ular o'rtasida sevgi, muhabbat yo'q. Va Gulzor sayrini ixtiyor etibdi. Gulzorga kirib, endi yorga qo'l uzatmoqchi bo'lganda gulni ko'rib qoladi. Keyin undan hayo qiladi. Yo'q, hech kim yo'q, atrofda hech kim, ammo gul bor. U bizni ko'rib turibdi. Uning nigohlari bizga tushib turibdi. Shu bilan hayo qiladi. Shu bilan o'zidagi his-tuyg'ularni, o'zidagi jarayon barchasini tartibga tushirib oladi. Demakki, hatto shundan ham hayo qiladi. Hatto shundan ham birozgina bir ichki tortinishlari bo'ladi. Bunday hikoyatlar, bunday fikrlar juda ko'p keltirilgan. Misol uchun qoni va qanoatsiz odam,
qoni qanoatli bo'lmoq kerakligi to'g'risidagi fikrlarni Navoiy hikoyat vositasida ifoda etib, chiroyli tasvirlab beradi. Hayratul Abrorning 10-maqolatda to'g'rilik, rostgo'ylik ulug'lanadi, yolg'onchilik qoralanadi va hikoyat keltiriladiki, sher va durroj bilan bog'liq bo'lgan hikoyat. Sher biz bilamiz o'rmon shohi sifatida tasvirlanadi hamisha. Durroj unga biroz zahmat yetkazib qo'yadi. Oxir oqibatda sher bu bilan do'st tutinadi. Hamisha senga yordam beraman, qo'limdan kelguncha ko'maklashaman deb ahdlashadi. Durroj buni alday boshlaydi, yolg'on gapiradi. Har safar aldanib, oxiri buni yolg'onlariga ko'nikib qolgandan keyin sher oxirgi safar Durroj haqiqatdan ovchining tuzog'iga ilingach, sher uni oldiga bormaydi. Navoiy aytadiki, yolg'onchilik oxir oqibat odamni xarob qiladi. Bu yolg'onchilik bilan hech bir manfaat topib bo'lmaydi. Shunday ekan, hamisha rostgo'ylikka, to'g'ri so'zlikka, adl va adolatga intilish kerak deydi. Navoiy Hayratul Abrorda shoh va uning amaldorlarini, riyokor shayxlarni, ochko'z boylarni, poraxo'r mansabdorlarni ayamay tanqid qilar ekan, ularni satirik obrazlarni chizib, she'riyatni, dostonchilikni real turmush ehtiyojlariga yaqinlashtirdi. Shu bilan birga Hazrat o'z asarida adolatni, insonparvarlikni, mehnatsevarlikni, saxovatni, ishq va muhabbatni, halollikni, rostgo'ylikni, ma'rifatparvarlikni va shunga o'xshash boshqa insoniy fazilatlarni ulug'laydi. Navoiy asarda 200damachilarni, riyokorlarni qoralaydi. Riyokor bunday gapirib, boshqa ish qiladigan, birovga yaxshi ko'rinish uchun turli ibodatga mashg'ul bo'ladigan, bularni qoralaydi. Tinating qanday bo'lsa, fikratu fitrating, ichki olaming qanday bo'lsa, shunday ko'ringin jamiyat ahli sana shundayligingcha bilsin demoqchi bo'ladi shoir. Va aytadiki, mana shunday odamlar, riyokor kimsalar, bular yomon. Bu el erur, barcha yomondan yomon deydi shoir. Agar keyingi misrada aytiladiki, boshqa bir yomon toifa bor desang, eng yomon toifa bor desang, bu toifa 200damachi toifa, undan ham yomon. Yomondan yomon bu toifa. Demak, Navoiyning Hayratul Abror dostonida keltirilgan fikrlar, qarashlar, barchasi odamni ezgulikka chorlaydi. Badiiy zamonga biz boya aytganimizdek, ijtimoiy ruh, ijtimoiy kayfiyat kasb etadi fikrlar. Navoiy o'z fikr qarashlarini jamiyat bilan bog'laydi. O'z fikr qarashlarini barchasini zamonasi bilan bog'laydi. Masalan, asarining 15-bobida mayfurushlar to'g'risida gapiradi. Ularni qoralaydi. Jamiyat odamlarining axloqiy qiyofasi ba'zan shunaqa bo'lgan Navoiy davrida. Biz bundan hech tan olmaymiz. Va aytadiki, ichdi, mayparastlik qildi, dumalab yotdi, ust boshi kir bo'ldi, rasvo bo'ldi, boshqa bo'ldi, iflos bo'ldi. Birov unga tosh otdi, bolalar ustidan kuldi, masxara bo'ldi. Ertasi kun turib hayron qoldi. Hatto uyini topa olmagan, ko'chada yotib qolgan. Shunday bir ahvoldagi inson qiyofasi emas, insonning hayvoniy bir jirkanch qiyofasi qanday bo'ladi bundan keyin? Shuni oshkora aytadi Navoiy. Va asar oxirida shohning o'g'li Valiahd badiiy zamonga Alisher Navoiyning keltirgan nasihati bor. 20-bob Navoiyning Hayratul Abrorida badiiy zamon mirzoga bag'ishlangan. Bunda Amir Temur tuzuklari, Amir Temurning Temur tuzuklari kitobida 12 ta nasihat, 12 ta yo'l, 12 ta fikr bor. Shu fikrning barchasiga Navoiy munosabat bildiradi. Ketma-ketlik bilan emas, aynan shuni faqat badiiy talqini sifatida emas, turli o'rinlar o'zgarishi mumkin. Lekin Alisher Navoiyning mana shu bobda keltirilgan fikr qarashlari Amir Temurning Temur tuzuklari kitobida bildirilgan fikrlariga bevosita juda mos keladi va uning badiiy ifodasi deyish mumkin qaysi ma'nodadir. Va badiiy zamonga nasihatlar qiladi va aynan Temur tuzuklarida keltirilgan fikrlarga Husayn boy qaro to'la amal qilayotganligini misol keltirib, uni ham badiiy zamonni ham shunga amal qilishga, shunga ergashishga va adolatli jamiyat tuzish uchun o'zi istagan hikoyatlarda, boblarda, fikrlarda keltirilgan barcha qarashlarni bir joyga yig'ib, Navoiyni agar haqiqatda mana badiiy zamonga aytayotgan fikrlari bitta bu shaxsga emas, umum bir insoniyatga qaratilgan. Barcha ezgu fikrlarni bir joyga yig'adigan bo'lsak, shu yerda keltirilgan hamma fikr qarashlarini
yaxli bitta nuqtaga olib keladigan bo'lsak, kamolotda juda baland bo'lgan bir insonni shaxsni ko'ramiz. Bunday shaxs ko'z oldimizda oliyjanob, sof, pok, haqiqiy Hazrati inson bo'lib gavdalanadi. Demak, Alisher Navoiy insoniyatni mana shunday poklikda, soflikda, ulug'likda, kamolotda ko'rishni orzu qilgan. Navoiyning Hayratul Abror dostoni mana shu haqiqatlarni yuzaga chiqaradi. Alisher Navoiyning Xamsasi o'zbek adabiyotining shuhratini olamga yoyib, jahon adabiyotining durdonalaridan biriga aylandi. Uning tarbiyaviy ahamiyati nihoyatda katta. Ayniqsa yoshlarning har tomonlama bilimli va yetuk inson bo'lishiga xizmat qiladi.